Sting yangi ichimligini tatib ko'ring. Yorqin ta'm va tetiklantiruvchi quvvat, qulay va zamonaviy qadoqda. Sting har lahzani quvvatlang. Bolalar, hammaga salom. Bizda bugun noodatiy videorolik bo'ladi, ya'ni 50 ta long shot. Bugun 50 ta long shotni janob oliylari Farah tepadi. Assalomu alaykum bolalar. Kechmisizlar, qanaqasizlar? Chaqirdilar mehmonga. Programadan endi chiqdim, birinchi tepishim. Maqani bugun qo'rlayman. Atlasga yo'q, qo'rlayman, buni ko'rasiz chiroyli. Qarang, Farahga. 50 ta long shot bo'ladi. Bizga klassniy futbolchi 50 tadan 20 ta uradi. 20 ta. Ha, nechta uramiz? Hozir kamera chetida 15 ta deyapti. Ya, endi 50 tadan bu long shot, aka. To'g'rimi? Harakat qilaman, 22 ta urish. 22 ta urishga harakat qilaman. Agar 7 ta, 8 ta agar gol bo'lsa 50 tadan, значит, juda ham klassniy bo'ladi. Hozir qarichi chiqib qo'yadi, mana sizga klassniy bo'laman. Endi buni bolalar videoda ko'rasizlar. Bo'ldi. Like bosinglar. Yaxshilab joylashib olinglar, shou boshlanmoqda. Mana bolalar, birinchi darim hozir qo'ydim. Endi tirazni dangalab gol urishga harakat qilaman. Hamma narsa birinchidan boshlangan. Yaxshi ketsa, yaxshi ketadi. Bolalar, mana boshlanyapti 50 talar. Ko'ramiz, kimning уровени qanaqa darajada, kim высококлассный futbolchi. Давай. Bo'ldi, qanaqa azmi. Напряжение to'xtatdi. Anonitda вроде eng kuchli штрафнойchi, Anonitda chempion bo'lgan. Hozircha paka udar o'xshamayapti. Куда мы летим? США. Канада? Африка? Счастливого путешествия в Казахстан. Birinchisi kopto degan. Nega Maha просто koptoni o'qib chiqibdi. La ты крыса. Yaxshi debdi. Uspet qila olmadim hozir. Dalni qo'lda cho'zishga. Mana ko'rdilar, qo'lim tegdi, просто orqaga şey qilib. Слабый. Крик. Boshqa gap. Вот это я понимаю. Давай. Turib tepadigan joyi, как будто o'qiydi, ko'rasiz, kiradi. Tayyormisan? Kristian shop turib oldi-ku. Voy bilan, Kirgan kopto chiqdi. Bitta kirdi bu yoqqa, bitta bilishlik dedi. Chalamış. Stevia, blicky got the stevia, got blicky drum it home 50 Do'stlar, Farang sekin qo'shyapti. Mana sekin qo'shyapman. Bu yog'iga faqat yonadi. Bu yog'iga faqat qiziydi, yonadi, lekin passiv bo'lmaydi bu aniq. Naqshlayman. Qo'rquvim oyog'imni. Yo, ozgina ko'payib ketyapti, yo ozgina kamayib ketyapti, mana. Vallahi seyfga baho berasizlar. 1 dan 10 gacha kommentariyada yozib ketinglar. Aynan mana shu seyfga. Bu postepishim qanaqa bo'ladi? Jahonli miksi bilan yana kimdir aralash. Ha, Radik bilan jahonli miksi bo'ladi, qaranglar. Ya uka tushiyording. Havo yoqimsiz. Oyoqni to. Ko'ylagiga
yerda mashlarni olib chiqdim hozir bolalar. Mashlar qizlarni olib chiqdim. Bu sayf hamcha 100%larni layklarga arziydi bolalar. 100% 5 shans bosish kerak. Qo'l faralda harakatlandir bilmayman. Ko'p to'pichman. Bolla. Mana o'zi teng yarmi telefonman 25-si. 25 yuraman, keyin yog'ga taqalataveraman. Davay, tayyormisiz? Tashishman birinchisi. Aktrisa chiqardi. Qanaqa teping? Kapitalizm uchun ketadi. Segetsa ko'rsatdi. Nima qiling? Yozingda hayotda nima qilish kerak? Mana ularni Unaqa просто kuchli ham ishlamayman. Agar bilmayman, kuchli ishlasam, primoy bariga ketsam kerak, no'rda o'rniga. Kirib ketayotgan joyida, gol deb turgan joylarda olib chiqib ketdi men. Bitta barmoq bilan. O'rin fayga nima deysiz endi? Farq qo'lga kelgancha harakat qilyapti, aylantiryapti, podujit tepyapti, qadam tepyapti. Просто prime'daman deb bugun bo'lar, realliga. Ro'shmaqa, qara cho'rtdilar. Bola, biz 33-udarga yetib keldik. Bola, xudo xolis 97-udar ham bo'ladi. Ze. Kusur etkende. Men prime'daman, ko'rasizlar hozir hammasini olib chiqaman. Boshida 3 ta gol urdi, qara, gap yo'q. Faqat yash qizmagandim, uje qizib yonladim. Men biletga qo'ymanda kraga просто deb ko'raman. Как Rusiyaniki PlayStation. Olur erkende, просто deb. Uçin almashtirib, Sarakonoshga ko'rganinglarda, uchi siqib tashladi, endi Sarakonoshga mahani qiymaydi. Hamma ikkita barmoq hal qilib qo'yapti hamma narsani. Juda ko'p narsani hal qilib boryapti. Yaxshi! Nima deya oldik bunda? Telefonga kirmayapti. Juda fara yaqin keladi, anchadan beri yoshdan kelyapti. Mana mana ideal daradi. Ko'rdinglarmi, tomosha qilib olish qiyin buni. Qaraga o'zi malaka bo'ladi, men achyapman. Shuncha harakat qilyapti bola, biz kirmayapti-da. U bir marta masalan otilmay qolib, yoshdan keladi deydi bolalar. Faqat mahal sevib ekan. Hali bo'lmasa ekan.
Etdim. Ana sen, neyse. Kaçtım. Gel otursam. Bakın çok dolar. Hazır. Bolalar, biz oxirgi udarga yetib keldik. Ha, qaraka, 50-udar. Rasman longshotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bolalar ko'rdinglar. 50 ta udardan nechta fara? 4 ta bo'ldi. 4 ta gol bo'ldi 50 ta udardan. Bu Faraka ham yaxshi harakat qildi. Endi tamam bordi deyapti. Может, rostdan ham realniy uni berotgan. Nima deysiz Faraka o'zingiz? Oxirgacha lichit qilmadim. Tep qotganda nerv tortib qoldi zashimga. Manda chiqdi. Menga. Tam san yaxshi turdi. Zo'r turdi mana. Seyflar bor. 15 ta bo'ldimi? 15 ta ko'p. 20 ta jamoasi bo'ldi. 20 ta seyf qildi. No 50 tada 4 ta gol bo'ldi. Значит, высоко klassni vartar ekanman. Sen vысоко klassni vartar ekansan. Men ne vысоко klassni o'ynaganman. Shunday bo'lib qoldi-da. Videoda ko'ryapsiz, o'xshamadi. Bo'pti, bolalar. Agar shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Podpisatsiya qilinglar mana shu kanalga. Bolalar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar revanch bo'ladigan bo'lsa, revanch qilamizmi yo'qmi buni? Lichit qo'ysam qilamiz. Buni qancha like? Bolalar 7000 ta like yig'inglar, mana realniy revanch bo'ladi. Yoki agar boshqa ishtirokchi chiqishini xohlasanglar, kommentariyada ismini yozib qoldirib ketinglar. Bolalar, hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.